Qozog'istonning janubidan bo'lgan 70 yashar ayol mana 35 yildirki soqol bilan yashaydi va yuziga biron marta tig' tekkizmagan deb yozmoqda Sputnik nashri. Tanishlari hurmat bilan Muxtabar opa deb chaqiradigan bu ayol ko'p farzandli oilada tavallud topgan. Uning so'zlariga ko'ra, ayol yuzidagi mo'ylar allaqanday g'ayritabiiy holat emas. Soqol uning onasida, buvisida va hatto tug'ishgan opasida ham bo'lgan. Soqol 34-35 yoshimda o'sishni boshlagan. Bu vaqtga kelib turmushga chiqqan edim. O'g'lim va qizim bor edi, deydi Muxtabar. Turmush o'rtog'im men bilan hamisha faxrlangan. Bunday ayol hech kimda yo'q deya aytardi doim. Menda soqol paydo bo'lgach, u bunga g'alati bir narsaga qaragandek qaragani yo'q. Aksincha, uni parvarishlar kerakligini, axir bu Alloh bergan ne'mat ekanligini aytar edi. Erim qo'llab-quvvatlar ekan, nimadan qo'rqaman? U hatto xotini mashhur bo'lib ketganidan quvondi ham, deb qo'shimcha qiladi Muxtabar. Muxtabar To'rayeva mana 35 yildirki soqolli ayol hisoblanadi. Ushbu yillar davomida u biron marotaba yuziga tig' tekkizmagan. Ramazon ro'zasidagi iftorliklarning birida bir keksaroq ayol uning yoniga kelib, soqolni hech qachon qirish kerak emasligini uqtirgan. U menga agar qirtishlasam, kasal bo'lib qolishimni aytdi. U menga sen boshqachasan deb aytdi. Avlodimizda odamlarni davolash xususiyatiga ega odamlar bo'lgan. Haqiqatdan ham bobomning otasi taniqli mulla bo'lgan va odamlarni davolagan, deb esga oladi Muxtabar. Ayolning aytishicha, u qiziqsinab boqadigan qarashlar va savollarga o'rganib ketgan. Qudamdan kunlarning birida kechalari erkakka aylanmasligim haqida ham so'rashgan. Biz o'shanda miriqib kulganmiz. Ha, shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. Ayniqsa odam gavjum joylarga borsam, deb esga oladi Muxtabar.